Ukraina qo'shinlari soni va jihozlanishi bo'yicha deyarli butun front chizig'ida Rossiyadan ortda qolmoqda. Bu haqda Times gazetasi G'arb mudofaa vazirliklaridagi manbalarga tayanib yozdi. Ukraina qismlari front chizig'ining barcha hududlarida bo'lmasa-da, ko'p joylarda shaxsiy tarkib va jihozlar bo'yicha miqdoriy jihatdan ortda qolmoqda deb yozadi nashr. Gazeta suhbatlashgan ukrainalik ofitserga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarida dron operatorlari yetishmayapti. Shuningdek, ularni himoya qilish uchun qo'shimcha piyoda kuchlar zarur. Nashrga yana bir ukrainalik zobitning ma'lum qilishicha, Rossiya texnik, operativ va strategik darajada ustunliklarni to'liq foydalanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya aviatsiya va taktik ballistik raketalarda mutlaq ustunlikka ega. So'nggi oylarda Ukrainada shaxsiy tarkib yetishmovchiligi muammosi kuzatilmoqda. Eron Xitoydan kemalarga qarshi mo'ljallangan tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalarni sotib olish bo'yicha kelishuvni yakunlamoqda. Bu haqda muzokaralar jarayonidan xabardor bo'lgan 6 nafar manbaga tanib, Reuters xabar berdi. Ushbu kelishuv aqsh Eron qirg'oqlari yaqinida yirik dengiz flotini joylashtirgan va Islom Respublikasiga ehtimoliy zarbalar berishga tayyorlanayotgan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. SM-302 raketalari mintaqadagi kuchlar muvozanatini nima o'zgartiradi? Xitoyda ishlab chiqarilgan SM-302 raketalarini sotib olish bo'yicha kelishuv deyarli yakunlangan. Biroq yetkazib berish muddati hali aniqlanmagan. Ekspertlarning fikricha, ushbu qurollarning Eronga o'tishi mintaqadagi harbiy vaziyatni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Sotib olinishi rejalashtirilayotgan raketalar taxminan 290 km masofadagi nishonni ura oladi. Texnika past balandlikda va juda yuqori tezlikda uchgani bois kemalardagi havo mudofaasi tizimlaridan osonlikcha o'tib ketishga mo'ljallangan. Isroilning Milliy xavfsizlik tadqiqotlari instituti katta ilmiy xodimi Steinrovichning ta'kidlashicha, ushbu raketalarni tutib olish o'ta mushkul va ular aqsh harbiy kemalari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ma'lum qilinishicha, ushbu qurol tizimlarini sotib olish bo'yicha muzokaralar kamida 2 yil avval boshlangan. Biroq 2025-yilning iyun oyida